Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangilardan bo'lsangiz, videoga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kasal nima bo'ldi, yaxshimi? Voy vashshi. Xalq 45 ming dollar to'plab berdi. Operatsiyalarga, biletga hech narsaga pul ishlatgani yo'q. 45 ming dollar yonida bor, yomon bo'ladimi? Baxtli hayot kechiryapti. Shikardosskiy apartamentu snimayt, Korolevskiy. Endi kasal odam sal skromniyroq olsa ham bo'laverardi-yu. Lekin tam pizdets, prям vashshi apartamentlar olishib, baxtli hayot kechirishib, hech narsaga o'ziga yo'q demasdan maza qilib yashashyapti. Novosibirskdan da 45 ming dollar bor odam yomon bo'ladimi? Yaxshi, конечно, go'zallikda. Hammasi siz tufayli bo'ldi-da. Voy qo'ying! Unaqa demang, sochingiz yulishib oladi, unaqa demang. Hammasi boshqalar do'ring, mayli. Meni gapirmasa ham mayli, menga благодарность bildirmasa ham mayli. Hech narsa odamlar bilsa bo'ldi. Gapirmanglar unaqa jasmin qildi deb, sochinglarni yulib oladi. Men prosta aytdimki, borganimda oxirgi marta ko'rgan borganimda aytdimki, siz tursiksiz yotibsiz, yalang'och yotibsiz. Hammaga video xizmat qilgani beravermang. Hamma video xizmat qilavermasin. Tursigingiz yo'q. Men oldimda ham oldi ochilib ketadi, teskari qarab mana qilib ustini yopib qo'yyapman. Endi har xil vaziyat bo'ladi. Olavermang desam, achchig'i keldi menga. Mayli, o'zi biladi dedim. Men sizni videoga olgani kelganim yo'q, prosta ko'rgani keldim deb, ko'rib video olmasdan chiqib ketdim. Hadi videoga oldiravermang desam, ataylab xuddi menga atay qilgandek battar videolar xizmat qilib qo'yishyapti. O'zlaringlar bilasizlar, men vazifamni bajarib qo'ydim dedim, bo'ldi. Qo'limdan kelgancha yordamni qilib qo'ydim, yetarli darajada dedim, chiqib ketdim. Sabrinaga yiqqan pul emasmi? Sabrinani kartasida turibdi, ishlatilgani ham yo'q. Hech narsaga ishlatgani yo'q. Operatsiyani ham nima to'ladi, nima edi? Ozodopa to'ladi, operatsiyani ham, biletlarini mohina to'ladi, gostinitsani mohina to'ladi. Sabrinani pulidan 1 so'm ishlatilgani yo'q. Kartasida 45 ming dollar turibdi. Sabrinani cho'ntagida turibdi. Hamma pullari hech xavotir olmang, hech yoqqa bergani yo'q. Men predlagat qildim. Endi 45 ming dollar to'planib qopti. Bir sizlar qo'shsanglar, men ham qo'shib odamlarga ehson qilib yorsak, bir 5 ming dollarni xohlasanglar, sizlarga 40 ming dollar reabilitatsiyaga yetadi-yu deb aytdim. Sal qoldi meni sochimni yulib olishiga tak tomiri bilan. Sal qoldi sochimni mana shunday qilib hammasi qo'shilishib, Mohina, Yulduz, onasi, hammasi qo'shilishib yulib olishiga sal qoldi. Hali bu qiz 1 yil ishlamaydi deb sochimni tak tomiri bilan yulib olay deyishdi. Нравится? Нормально, картошка, гуш. Bular meni yaqinda bankrot qilishadi. Oy. Итага? $1000? Shunaqa gaplar. Prosta menda ichki reklamani pullarini, menga tushgan reklamaning pullarini ehsonga chiqarib yuboryapman. U yoqqa 100 dollar, bu yoqqa 100 dollar qilib chiqarib yuborayotgandim. Shunga qo'shib biron narsa kattaroq detdomgami, biron narsaga pul berib yuboramiz dedim. Men jicha qoldi sochimni tak tomiri bilan yulib olishiga. Sizni ko'rganimdan xursandman, krasotka. Operatsiya ham yo'q edi-ku. Operatsiya ham yo'q edi-yu. No, это boshida boshlanganda hech dazvanitsa qila olmaganimdan, quvlab yeta olmaganimdan, yashirincha больницаga yotishlardan o'zi to'xtatib qo'yaman dedim, endi oxirigacha olib borib qo'yay. Baribir operatsiya нужна-ku dedim-da. Toqatim yo'q. Qo'yinglar. Xudo bilsa bo'ldi. O'zi sizdan No, da, shunaqa
Shunaqa to'g'ri aytdingiz. Ajratish to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Потому что PR qilmanglar, atrofida video siymat qilavermanglar dedim-da bir ikki marta. Shundan keyin meni yomon ko'rib qolishdi hammasi. Bo'ldi, to'xtatinglar videolarni, bo'ldi. Operatsiya bo'ldi, pul to'landi, yonida $45,000 qoldi. Bo'ldi, tamom desam, meni hamma yomon ko'rib qoldi. Hamma meni yomon ko'rib, voy nima ishing bor seni, kimsan sen deb hamma yomon ko'rib qoldi. Hozir bormayapsizmi Sabrinani ko'rgan? Yo'q, menga yozishmayapti ham. Hech bola. Всё, xabarim ham yo'q, yozishmayapti ham. Men bor edim, men yo'qdek. Всё. Yozishmay ham qo'ydi menga nima bo'lyapti, nima yo'q. Savolimga javob ham bergisi kelmayapti. Всё. Yo'q. Bittadan tikilgan bu. Прикинь, сколько метров он сделан, что tepadan ko'rinyapti bu. Короче, bitta kompaniya immunitet ko'taradigan har xil batlar, tabletkalar berib yubormoqchi edi. Oxirgi marta shuni gaplashdik. Men aytdim, besplatno reklama ham kerak emas ekan. Просто sizni 1 yil 2 yil поддержка qilishib dorilarni, immunitet ko'taradigan batlarni jo'natmoqchi ekansam, men reklama qilishga toqatim yo'q. Menga hech bola kerak emas. Yo'q, kerak emas dedi. Shundan keyin qaytib gaplashganimiz yo'q. Reklama qilmang ekan, просто ko'ngildan chiqarib berishyapti ekansam, yo'q dedi, bo'ldi. Uyda ham gapirdim, uyga ham ishonchlari yo'q. Sizga uy podarka qilyapti. Shunaqa Marat bilan gaplashtirib qo'y desam, yo'q, indaming. Unaqa rostdanmi deb ishonishmayapti. Mayli, o'zlari biladi dedim. Nomerini tashab qo'yaman. Bilmayman, nima bo'lganini tushunmayapman. Da, shunaqa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yo'q, sizlar tushunmayapsizlar. Ozod opa больницаga pulni to'lab qo'yib, ularni planlarini buzib qo'ydi. Tushunyapsizlarmi? Boshqa plan bor edi shekilli-da u yerda. Boshqa narsa bor edi, boshqa plan bor edi, boshqa передаcha bor edi. Unda bitta передаcha chiqish kerak edi mana shu kunlarda. Endi chiqmaydi, потому что u передачani men buzib qo'ydim. Menda parcha-parcha lavhalari bor u передачani. Onasi yig'lab turgani, Sabrina mushuk silab yotgani, bular передачада xizmat qilishgan yangi yilda. U videolar menda bor, parcha-parcha videolar. O'sha передачаga atab videolar qilgani kelishganmi? Короче, Ozod opa hech kimga bildirmasdan klinikani to'lab qo'ydi, planlari buzilib ketdi. Rejissyorda, Baxtiyor rejissyorda planlari buzilib ketdi. Ozod ham молодец. Bu aeroportga chiqib ketishayotganda ham Nilufar opa juda ham qattiq izladi, menga telefon qildi. Nimaga trubkasini ko'tarmayapti? Men yo'l kiralariga pul berib yubormoqchiman, rasxotiga pul berib yubormoqchiman. Mana $3,000 qo'limda turibdi deb rosa izlashdi, trubkasini umuman ko'tarishmadi. Bechora ertalab chiqib olib aeroportda kutib o'tirdi. Aeroportda kutib o'tirib, menga video vizov qilib, mana men aeroportda o'tiribman, trubkasini hech kim ko'tarmayapti deb aeroportda kutib o'tirib tutib oldi ularni kelganda. O'sha yerda qo'liga $3,000 berdi. Keyin bu yoqqa kelganda больницani qayerdaligini so'radi. Men aytdim, shu yerga kelishib to'lab ketishibdi. Ularning plani buzilib qoldi. Tushundinglarmi? Ular qanaqadir передаchaga tayyorgarlik ko'rishyapti, yo'q. Ну, endi men davolangani kelsam, sal skromniroq, arzonroq uyalaman-da, sal arzonroq uyalaman, davolangani kelganman-ku. Keyin O'zbekistonda uyim ham yo'q, hech bolam yo'q. Men nabarot u pulni uyga ishlatardim, bir narsalarga ishlatardim. Endi koshon. Meni vazifam sizlarga ko'rsatish, yordam berish. Meni vazifam tugadi. Birovlar bilmayotgan bo'lsa, Alloh bilsa bo'ldi. Boshqalariga men bir narsani dokazat qilishga toqatim yo'q. Puli o'zining kartasiga to'plandi, o'zining kartasini berdim, bo'ldi. Men nimada bildim, kartasi blok bo'lib qoldi. Luiza Rasulova chiqib, Jasmin dedi, kartasi blok bo'lib qolgan, pullar qaytib kelyapti. Luiza Rasulova juda ham ko'p jon kuydirib,
aytdi, Jasmin dedi, blok bo'lib qopti kartasi, pul tashayapman deydi. Meni podpischiklarim ham tashayapti deydi. Yetib bormayapti pul. Shuni deydi, bir narsa qilib rishat qilib yuboring deydi. Men telefon qilyapman, sutkalab telefon qilyapman. Ko'tarmaydi-da hech kim. Qayta telefon qilyapman, ko'taringlar, pul kerakmi? O'zi sizlarga ko'taringlar. Yo'q, shu bo'yi kartani to'g'rilashmadi. 100 million marta aytdim, bir kun telefon qildim, hech kim ko'tarmadi. Bir kun yozdim, hech kim javob bermadi. Shu bilan karta ham to'g'rilanmadi. Keyin bir ikkita sportsmen bolalar chiqishdi menga, pul to'plab qo'yganmiz, shu pulni berib yubormoqchimiz. Dedi, bir ikki marta aytdim, e'tibor bermadi, pul kerak emas ekan, bo'ldi. Lutchi boshqa ehsonlarga chiqarib yuboringlar dedim, bo'pti dedim. Rossiyaliklar rosa ko'p yozdi. Rossiya karta bo'lsa tashaylar, o'zbek kartaga o'tkiza olmayapmiz katta pulni, Rossiya karta tashaylar dedi. Men Sabrinaga telefon qilib, xohlasangiz men ishlatmaydigan karta bor, o'shani sizga berib ketishim onlaynini ham o'zingizga o'tkazib beraman, o'zingiz gaplashasiz deb kartasini tashab bermoqchi edim. Yo'q dedi, kerak emas bizga, o'zimizga tashaversin dedi. Bo'pti, mayli dedim. Endi ishonmadi-da menga. İstanbul'danmısınız? Ha, İstanbul'daman. Я сама... Ну, короче, meni vazifam yordam berish, operatsiya bo'lishini xohlagandim. Endi bizni vrachlarda qildirishmadi. Bizni vrachlarga bormaslik uchun больницаga qochib ketishib, u yoqqa qochib ketishib, telefonni ko'tarmasdan lag'atron qilishib, bir narsa qilib qolishdi. Endi главное лишь бы bizni vrachlarga kelmaslik uchun bizga ishonmadi. Endi mayli. Ming gapirdim, unaqa emas, siz noto'g'ri o'ylayapsiz, desam ham tushunishmadi. Endi o'zlar главное operatsiyadan o'tib oldi, arzon bo'ldi operatsiya, все хорошо. Все прекрасно. Meni vazifam pul to'plab berdim, ommaga olib chiqib berdim. Hammasi go'zallikda operatsiyalar o'tdi, oyoqlari rovna teng, bir-biriga teng. Xudo xolasa endi yotib davolansa oyoqqa turib ketadi. Shu bo'ldi. Bu temani endi yopsak ham bo'laveradi. Qo'lida $40 ming kartasida где-то 38 mingmi, 40 ming общий shaksiz. Qaysidir haromi menga tinmay telefon qilyapti. Bilmayman, shu Telegramdan telefon qilyapti, qaysidir. Ko'tarsam javob bermayapti. Короче, men kartasida puli bor, 38 ming mana shu hammaga ko'rsatdi-yu, hammaga olib chiqdim-u men qancha pul to'planganini. Undan tashqari Ozod opa $3,000 qo'liga bergan, Munis opa наличный qo'liga bergan. Общий qilindi, короче, hammasi. Qo'lida puli bor, так что переживать qilmanglar. $40,000, $45,000 puli bor qo'lida. Hammasi go'zallikda, hammasi joyida. Operatsiyalarni hammasini Ozod opa to'lab berdi. Biletlarini, hamma yo'g'ini, gostinsalarni mohina qilib berdi. Qolgani endi reabilitatsiya, yashash, ketish, uy-puy rasxodlariga. Shu hammasi joy-joyida, go'zallikda. Toshkentga qachon kelasiz? Toshkentga may oxirlarida naverna. Bugun mana Luntikxonni kimliklari chiqdi, Guliniki ham chiqdi, ertaga borib oladi. Endi hammamiz kimliklarimizni olsak, уже поездкаlarga ketamiz. Почему она так изменила? Наверное, их кто-то... Ну да, вокруг народа много, очень много, слишком много народа. А по Туркии